Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede silağa görüyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü silağa 2023 yıl 1. ayının 31. günü. Bugün bir günlük vaziyetimizni vatandaşlara tapşıraylı selki çıkıp kaldık bunun için. Sizlerden öpü sorayımız vatandaş. Kısa haberle hazırcı mavzu etinin başlap Allah halis tallap durup oturdu sözlerimiz vatandaşlarım. Avrupa İttifakı Ukrayna yukarı derecelikler yığını Kiev şehrinde ötküzülüdü. Cuma günü içilidi. Bu yığın nemeden direkt biridir? Mavzulu haber 1. ayının 31. gün ven bir torbeti ilan kılındı. Yana bir haber, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi qonun loyiha o'ttirib qo'yib jangoga berilgan sodada e'tibor berish siyosetini bekor qilmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 1. ayning 31. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Yana bir xabar, Huawei şirketi sizlar bilasizlar, Mingjanjo Kanada'da kol kılıngan keyin koyup verildi o. Yani şu şirket. Huawei şirketi yana bir qatam nişanga elindi. Mavzulu haber 1. ayının 31. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Jungo mundaq ko'rsatdi. Amerika Huawei şirketini qadam cheklash uchun Amerika'nın texnik işin setip berishini cheklamoqchi bo'ldi degan xabarga Jungo qattiq diqqat qilishga boshladi. Yana bir xabar, mag'lub bo'lgan bir tarafga aylanib qolishdan qo'rqib, Xi Jinping Rossiyani tashlab ketamdi. Mavzuli xabar 1. ayning 31. kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. Yana bir xabar, Beijing tuyuqsiz yüz öğredi. Amerika'nın Ukrayna'nı qo'llayotganligini aybladi. Mana siyasetdagi o'zgarish Amerika, Ukrayna, Rossiya, Jungo munosabatlari chembirgi ichida hozirgacha o'zini tutib oldi emas, hozirgacha jur'at qila olmadi. Yoki maydonni oshkorlashga cüret kılalmadı Jungo desek, bugün endi Jungo'nun bayanatçısı Mao'nun o'ttirg'i chiqib, Amerika'nın Ukrayna'nı qo'llayotganligini aybladi. Bu bir haberler, endi bundan keyinki ikinci haberler, endi asosli habari mundaq vatandaş. Amerika, Koreya davlat mudofaa ministrlari görüşüp tehditlerini yadro tehdidiga uzarab kelganligini ta'kidlab muhokama qilib, kelar ayda yadro qurollari bilan javob qaytarish turlarini ilgari suramiz dedi. Mavzuli xabar 1. ayning 31. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Yana ikinci bir xabar, agar biz erkinlik ishonadigan bo'lsak, masalan, Stoltenberg, NATO'nun katibi Stoltenberg rahbari Yaponiya Koreyani ziyorat qilsa, Jungo Partiyasi nemish g'azablanadi. Mavzuli xabar 1. ayning 30. kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. Koreyani ziyorat qilgan NATO'nun bosh katibi Stoltenberg mundaq ko'rsatdi. Agar biz erkinlikka ishonadigan bo'lsak, agar biz demokratiyaga ishonadigan bo'lsak, agar biz mustabid davlatlarning ustunligini egallashini umid qilmaydigan bo'lsak, undaqda Ukraynaga harbiy qurol-yarog' kerak. NATO'nun baş katibi Stoltenberg, Koreyaning harbiy ishlar jihati Ukraynaga texmi ko'plab yordam berishini
ümit kıldı. Hazır tünügüllerden Ukrayna'dan mı? NATO'nun baş katibi Stoltenberg Ukrayna'da hem şundakla Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin hem Koreyada başka Ukrayna dedim mi? Koreyada Stoltenberg NATO'nun başlığı Stoltenberg Koreyada hem Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Koreyada ziyarette Devlet Müdafaa Ministeri Austin Koreyada ziyareti mındaq bir ağız gap qildi. Masalan, söhbət başlanışdan burun Koreya matbuotlarga taqdim qilgan söz iboralarida mundaq dedi. Koreya Amerika munosabatida agar qaysi bir taraf xarasqi ig'vogarchilikka duch keladi ekan, undaqda Amerika Koreya ittifoqdoshligi ig'vogarchilikka duch kelgan bo'ladi dedi. Endi NATO'nun baş katibi Stoltenberg yuqorqidek gapni qildi. Demak, bu yerda hozir ishga rahbar dedi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri NATO'nun katibi ishga rahbar Osiyoga keldi, avval Koreyaga tushdi, endi Yaponiyani ziyorat qiladi deganda, mana aytganda Amerika berib turdi, Osiyo Tinch okeanda Amerika, lekin NATO Osiyoga kirdi. Afg'onistondan boshqa hisoblamaganda Osiyoga Koreya, Yaponiya mush atrofdagi Sharqiy Shimoliy Osiyo burjiga yetib keldi deganlik NATO. Jungo'ning bozug'usi keldi deganlikdir vaziyatda vatandoshim. Endi vaziyatning yana bir tarafi sizlarga o'qib o'tgan mush vaziyatga asoslanganda hani ko'rib turibsizlar, 2-oyning 5-kunidan 6-kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qildi. Ziyorat qilishdan avval ikki ish, masalan, Huawei shirkatini cheklash bu bir boshlandi. İkincisi, Davlat Mudofaa Ministri Koreyaga berib Jungoning bosog'usida turib, Koreya Amerika hamkorligini ta'kidladi. NATO katibi Stoltenberg Koreyaga berib NATO va Osiyo bilan bo'lgan munosabatlar, NATO'ning Osiyodagi roli va erkinlik demokratiya to'g'risida nutq so'zildi. Mushlarning hammasi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken konimo Jungoni ziyorat qilishdan burun yuz berdi deganda, bu yerda nima deymiz buni desanglar, men yerda bir abzor so'zlar birisi bunda xulosalabdi. Siz xabar deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken pat arada Jungo'ga ziyoratga bordi. Adab bilan muomala qilmay, Jungo'ga avval qo'pollik bilan muomala qilib, Huawei shirkati bilan butkul munosabatni uzib etdi Amerika. Telefonga askariy qism o'rinlashtirdi. Janubiy dengizda Jungoni qurshovga oldi. Tez xabar. 1-oyning 31-kuni YouTube. Demek hozirgi vaziyat, bir kun ichidagi vaziyat vatandoshim. Men buning ichida gavdlik qoldi, nima deymiz desangiz? 5-oyning 6-kuni, 5-kuni, 2-oyning 5-kunida kechiringlar, 6-kunigacha Davlat ishlar kotibi Jungoni Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qildi. Mushu vaqt 2-oyning 5-i. 2-oyning 20-kuni Jungoning diplomati Wang Yi Moskovani ziyorat qildi. Ondan 3-oyda Prezident Vladimir Putinning taklifi bo'yicha Jungoning raisi Xi Jinping Moskovani ziyorat qildi. Biroq diqqatingiz bo'lsinki, vatandosh, mushu 2-oy ichidagi ziyorat diplomatik faoliyatlarda 2-oyning 5-ida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Jungoni ziyorat qildi. 20-kuni Jungoning diplomati Wang Yi. 3-oyning qaysi kuni bilgani bo'lmaydi Xi Jinping. Bu yerdagi ichki bog'lanish nimada vatandosh?
Başta aytdık, Xi Jinping Rossiyani tashlab etib, yoki mag'lub bo'lgan bir taraf qatoridan chiqib, buning uchun Rossiyani tashlab etish kerak bu degan gap chiqdi. Endi Rossiyani tashlab etsa, Rossiya bilan Jungo munosabatidagi o'zgarish, mush qilchoqliq o'zgarish va yana qanday o'zgarish sizlar bizning diqqatimizni tortib turdi, vatandosh, tortib turishi kerak. Bu yerda sirliq bir ish, Uyg'uriston masalasi 20-asrning 40-30-yillarida birinqisini qo'yib turaylik, Chorosiya davrini dal mushu yillarda Rus bilan Xitoy o'ttirisidagi masaladir. Vatandoshim, Rus bilan Xitoy o'ttirisidagi masaladir. Esinglarda bor, 1937-yilda Shinsese Moskvani ziyorat qilib, Bolsheviklar partiyasining kenishkisini qo'liga olgan kundan boshlab Uyg'uriston Rossiyaga mustamlika bo'ldi degan gap vatandosh. Shinsese orqali Uyg'uristonni Rossiya boshqardi degan gap. 45-yilga kelganda Moskva shartnomasi bilan Rossiya Uyg'uristonni qo'lidan chiqarib, avval Xitoyning Kuomintang partiyasiga 1950-yili bo'lsa, 2-oyda bo'lsa Xitoyning Kommunist partiyasiga Xinjiangni, ya'ni mustamlika Uyg'uristonni 2 qatim taqdim qildi. Mo'sha tarixni o'ylab turib, aslab turib, vatandosh bugungi kunda Rossiya Jungo munosabati nega bordi degan masalaga men azaldan bosh qatirib kelayotgan edim. Yaqindan bir torbatir, anda Amerikaning bir nafar generali 2025-yili Jungo Amerika o'rtasida urush bo'ladi degan gap hozir tarafda har kuni takrorlanib kelyotdi. Men vaqt masalasida vatandoshim bunday ishni shaxsan bugun yoki kecha ama shunday vaqtga e'tibor beradigan odam, chunki Amerikaning yana boshqa generallari Jungo bilan Amerika o'rtasidagi urush masalasida bugun, hozir, balki mushu kecha mushunda vaqt cheklamasini ishlatgan edi. Shunlashqa men 25-yil urush bo'ladi degan tema to'g'risida to'xtalmadim. Hali Amerika generallarining bugun kecha urush partlaydi degan so'zlarini burungi misollarda sizlarga so'zlagan edim. Men mushu vaqt cheklamasida turadigan odam, men vatandoshim. Shunga 25-yil Amerika Jungo o'rtasida urush bo'ladi degan to'g'ri sizlarga leksiya so'zlayapmiz. Bugungi vaziyat to'g'risida analizimiz, tahlilimiz shu bu yerda siz biz diqqat qiladigan muhim ish. Boshda aytdik, Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Jungo ziyorati ham og'ir vazifa bilan, ham yenik vazifa bilan elib beriladigan ziyoratdir dedik. Lekin bu ziyoratdan keyin Jungo rahbarlarining darhol o'rnidan qo'zg'alib Moskvani ziyorat qilishi sizga bizga intayin sirliq bir voqeadir vatandosh.